Assalomu alaykum azizlar, ko'p video chiqaramiz Abdusofga bo'yicha. O'sha shu yerlarda mana shu yer chiqib ketyapti deb ko'p ma'lumotlar, shu kommentariyada fikrlar bo'ladi. Mana 1 yil bo'lgan, o'tgan yil aprel oyida terilgan, shu ustakalarimiz o'zlari terishgan. Mana 23 ga 3,5 bo'lgan joyda samarqag'ish terishyapti. Hozir hammasini batafsil aytib ketaman. Bu ham 23 dan ziyod o'tgan yil o'zlari terishgan. Mana bitta ham shu yer yo'q, samarqag'ish bu ham fasonni ko'rib turibsizlar, mana chotki. Mana yaqindan ham ko'rsataman. Sho'larga ham e'tibor berasiz. Liniya ideal, tekis turibdi. Mana nasib bo'lsa hammaga nasib qilsin. Qashqadaryo viloyati Chimqo'rg'onda ushbu zakaz o'tgan yil shu uchastkani terishgan. Nasib qilsin hammaga musofirdan turib zakaz bersangizlar bo'lar. Mana bitta ham shu yer yo'q. Mana yaqindan ham ko'rsataman ishonmaganlar uchun. Ko'p video qo'yamiz, ko'p fikrlarni yozishadi. Shu yerlar ketdi, yo'q bu yoq deb. Sement, qumlik chiqishi mumkin, suvdiki bo'ladi. Va mana bu uchastkamiz ham mana 23 ga 3,5 balandligi samarqag'ish terishyapti. Bugungi sanamiz 25 aprel 2026 yil. 150 mingdan ter berishyapti ustalarimiz. Marmarni 250 mingdan usta haqqi marmar ichiga faska ochilgan holatda ter berishyapti. Faqat uy egasi qum sementni olib beradi. 320 mingga mana shu Abdusofkamiz tushyapti uy egasiga. Usta haqqi material bilan 1 metr joy qoldi, bitgandan to'liq variantini ko'rsataman. Sizlarga o'sha sho'rlash haqida ozroq bo'lsa ma'lumot berib ketdik. Obuna bo'lib ko'ringlar. Sababi biz video chiqarib boramiz, qo'llab-quvvatlab tursangiz xursand bo'lamiz. Yanada harakat qilib sizlar uchun jarayonlarni ko'rsatib boraman. Mana o'tgan terilgan. Aprel oyida 1 yil bo'ldi. Hech qanday sho'r yo'q, muammo yo'q. Bu mana shu yerlar hech nima qilmaydi. Bu suvniki, sementniki, qumniki bo'lishi mumkin, chiqib ketadi. Bir sezonga uchib ketadi shamolni o'zi. Halqasi mana shu karkazni bo'lib, simmiq qoqib, to'qib terib ketyapti. Omad obuna bo'lib qo'yinglar, lakisdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramga o'tib qo'yinglar, har kunlik video chiqarib boramiz.